3 korpusli plug, 70 ot kuchli traktor. Nima deb o'ylaysizlar? Заводской 3 korpus plugga FM World 704 traktorimiz torta oladimi yo'qmi? Plugimiz ham Ullo plug akalar, Turetskiy. Xudo xohlasa bu plugdan ham, bu traktorimizdan ham xohlasanglar komplekt sotuvda mavjud. Kommentariyaga yozib ketinglar, nima deb o'ylaysizlar? Shu plugni torta oladimi yo'qmi? Mana shu videomiz akalar 10 ming ta like yig'sa, xudo xohlasa bitta proyekt qilib, shu traktorimiz va bu plugni dalaga olib borib ispitaniya qilib ko'rmoqchimiz. Ya'ni bu plugga ham ligrovkalarini ko'rsatib o'tamiz, traktorni ham bitta sinab ko'ramiz. Nima deysizlar shu fikrga? Xohlovchilarga alohida ham sotiladi. Ya'ni menga FM World 704 traktori kerak yoki menga plug kerak deganlarga videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Men sizlarga narxini aytib o'tib ketaman. Birinchi albatta plugga ko'p odam qiziqadi. 3 korpusli plugimiz akalar, заводской. Og'irligi 373 kg. Oldin aytib ketay. MTZ 80-82, ya'ni ot kuchilar iloji boricha 70 tadan, 75 tadan yuqori bo'lsa mazaq tortadi traktor. 3 korpusli hamma zapchastimiz ham o'zimizda bor. Plug o'zidan ham bor. Traktor narxini nima deb o'ylaysizlar? Traktor narxini akalar Telegram kanalida aytib ketamiz. Telegram kanal silkasi profilda akalar. Plugimizni 40 million yana ham kelishtirib qilib beramiz. Traktor narxini Telegram kanalida bilsanglar bo'ladi. 70 ot kuchli. Lizingga ham olsanglar bo'ladi bu traktorimiz akalar. Kelishtirib yana ham qilib beramiz.